Assalomu alaykum Nurjamol. Assalomu alaykum. Nurjamol, qani oyog'ingizda stilkangiz bormi? Ko'rsating-chi. Stilkasiz yurmaymiz ko'rsiz. Stilka bor. Mana stilkangiz bor ekan. Stilkani qachondan beri kiyasiz? Qanaqa natijalar ko'rdingiz? Stilkani 1,5 yildan beri kiyaman. Buni kiygandan keyin hamma og'riqlarim qoldi, tiza og'rirdi, belim og'rirdi. Shu stilkani kiydim, bir haftada tiza og'riqdan qoldim. Уже 1 oyda bel og'rig'i qoldi. Shundan buyon hozir energichniy, og'riqsiz, не знаю, это чудо. Qanaqa kasallarga yordam berar ekan bu? Aytolmaysizmi? Menda valgusim bor edi. Menda suyak o'sib chiqadi, o'sha valgusim hozir to'xtadi, bittasini to'xtadi, bittasi endi qaytyapti уже. И shpora, varikoz, mana bu yassi oyoq, tiza og'riq, bel og'riq, gryja, osteoxondroz, mana bu xolgalarni eng anaqasi mana bu qaddingizni ko'tarar ekan. Korolevskiy osanka. Charchoq yo'q. Buni kiyganingizdan keyin charchoq bo'lmaydi. Energichniy yurasiz. Shunsiz yurolmayman. Qishi bilan bitta yo'q maska bilan yurdim, oyog'imni sog'liqgani yo'q. Hammaga tavsiya qilamizmi? Tavsiya qilamiz. Hammasi olib kiyish kerak. Soppa-sop odam ham olib kiyish kerak. Oyoq razmeri 35-razmerga keldimi, уже olib kiyish kerak. Потому что hozir oyoq kiyimlari bittasida ham bunaqa supinator yo'q, hammasi yapiq. Olib kiyish kerak. Shu supinator yo'qdan kasallar kelib chiqadi. Rahmat.